O'zbekistonni plyus tomonlari ham juda ko'p. Misol uchun bizda qadriyat, odob, qo'ni-qo'shnichilik, ota-onaga nisbatan hurmat butun dunyoga o'rnak bo'ladigan darajada bizda yuksak. Bu bilan O'zbekiston faqatgina yomon tomonlarini gapirish niyatim yo'q. O'zbekistonni lider bo'lgan tomonlari, faqatgina O'zbekistonda qolgan qadriyat va odob masalalari dunyoning mana degan davlatlarida yo'q. Mana degan davlatlarda yo'q. Bizdagi shunchaki qo'ni-qo'shnichilik, aka-ukachilik, misol uchun mahalladagi yordamsevarligimiz, ota-onalarga nisbatan hurmat bu hech qayerda yo'q, ya'ni yo'qolib ketayotgan bo'lgan odatlardan biri. Misol uchun farzand tarbiyasi uchun Yevropa davlatlari va Turkiyadan ko'ra men o'qitish tavsiya qilgan bo'lardim O'zbekiston maktablarida. Ta'lim tizimi zo'r bo'lganligi uchun emas, qadriyat zo'r bo'lganligi uchun. Chunki ta'lim tizimini keyin siz universitetlarga jo'natib boshqa qilib harakat qilib bir amal eplay olishingiz mumkin, lekin mana bu yerdagi fundamentni 9 yillik, 11 yillik qadriyat fundamentini yaxshi qo'ya olmagan bo'lsangiz, ertaga universitetga borgandan keyin ularning fikriy jarayonlari uni buzishi, qadriyatini yo'qqa chiqarib olishi hech gap emas.